Xo'sh, biza oxirgi ishlab chiqargan narsamizni ko'ramiz hozir. Rover sexidagi to'r. Mana bu 24 deydi. Bu ishlab chiqarildi. Bitganlarga o'tib ketdi, jarayondagidan bitganga o'tib ketdi. Endi buni buyurtmalar noziri qanaqa qilib ko'rishini o'rganamiz. Mana buyurtmalar noziriga keldik. Mana bu bittaga 4-joyga 3 ta to'r yozaman. To'r yozsam mana chiqdi. Chiqqandan keyin roverga qarayapman. Rover ishini bitirdi. O'sha 24 dona narsani ishlab chiqardi deyapti. Mana 24 dona. 24 dona. Xom ashyolari, xarajatlari hammasi qayd etilgan. Undan tashqari mana bittaga sifat nazoratidan o'tyapti. Nimalarni nazorat qilingan, ish qanaqa bajarilgan, me'yor, vaqti qancha ketgan, kechikmadimi, yo'qmi, shunaqa narsalar. Xullas, shunaqa narsalarning hammasini bu yerda buyurtmani noziri ko'rib o'tiradi. O'sha ishlab chiqarish noziri ko'rib o'tiradi. Menimcha ishlab chiqaruvchi birodarlarimizga juda ham ishligida asqotadigan narsa. Bu narsa xom ashyoni olib kelib tashab to sotilib foydasini olinguncha bitta shu programma ishlaydi. Hozircha bunaqa programma o'zim ko'rmadim bozorimizda, O'zbekiston bozorida. O'zbekcha ishchilarimiz o'rganishi qulay. Yana bitta yaxshi tomoni, biza bu ishni zavodda real ishlatib turgan joyimiz bor. Xohlasanglar kelib ko'rsanglar bo'ladi. Yana bitta yaxshi tomoni, biza ishlab chiqarishga moslaganmiz ishni. Bizani programmamizga ishlab chiqarish moslashmagan. Va keyinchalik kim bilan ishlasak ham ularni sharoitligiga ham moslashtirib beramiz, xudo xolisa. Salomat bo'linglar.